Assalomu alaykum qadrdonlar, mana 70 gradusga chiqdi. Kotelimiz, shinegimiz, havo purkagichlar to'liq o'chdi. Agar 70 gradusdan pasayib ketsa, yana o'shadi. Usta aka nima deysiz? Mana videoga endi ko'rgisi kelmadi, videoga chiqisi kelmadi. Ha, shunaqa deyring. Ha, o'sha. Qanday aka? Ko'ngillar to'qmi? Zo'r, xudo xolasa. O'tgan bitta katel qo'yganmiz, bitta katel qo'yganmiz. U effekt bermadi. Mana hozir tashqariga chiqib olib ko'rsating o'sha katelni. U effekt bermadi. Biz u kateldan ko'nimiz to'lmadi. Mana shu katel bu endi рабочий. Mana shu o'tgan yilga Ruchnoy bu. Klaviatur kam buni. Endi yomonlashmasin, lekin hozirgi kunda umuman effekt bermaydigan katellardan. 1 yilga bormadi-da shu katel. Katel 1 yilga bormadi. O'shaning uchun akam zakaz beraylik boshqa dedi. O'sha Azam Zolotoy deganini topib, o'sha Azam Zolotoy deganiga zakaz berdik. Bu bittasi uyga qo'yganmiz, ikkitalik u. Tepasidagi bolasi bor ekan-ku, o'shandan. Pro Max deganidan. Bunisi o'sha sredniy kateldan ekan. Buni o'sha o'quv markazimizga qo'ydik. O'quv markaziga qo'ydik. Xudo xolasa hozir yonishi vobshe zo'r. Endi bu yil ham ishlatib ko'ramiz. Yana bitta nimamiz bor. Obyektimiz. Ha, obyekt bor, xudo xolasa. Unga ham qo'ygizdiramiz. Xudo xolasa ko'ngil to'q bo'lsin. Buni miya qismiga 1 yil garantiya beramiz. Katelni o'ziga 3 yil garantiya beramiz. Bularni misol oldindan dogovor qilganmiz siz bilan. Butun respublika bo'yicha dastavkamiz bor. Qadrdonlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana ko'rib turibsizlar, bizda unaqa yolg'on yashiq gaplar yo'q. Mana uydagilar o'zlari ishlatib ko'rishdi, yana taklif qilishdi. Keldik, ustanovka qildik. Xudo xolasa keyinchalik ham hamkorlik qilamiz bu akalar bilan. Hozir mana maktabga qo'yib berdik biz. O'sha xususiy maktabga qo'yib berdik. Mana shunaqa katta ob'yemlar bo'lsa ham bexijolat aytaverasizlar. Akalar, like, komment ayamaysizlar. Sog' bo'lasizlar.